mamlakatimizning 3000 yillik shonli tarixi va boy madaniyatining yangi O'zbekiston imkoniyatlarining yorqin ko'zgusi bo'lgan ushbu betakror va buyuk majmua barchamizga, butun xalqimizga muborak bo'lsin. Ushbu markazda O'zbekistonning qadimiy tarixi va sivilizatsiyasi durdonalarini bir paytning o'zida yagona ma'rifiy makonda ko'rish, shu asosda o'zbek xalqining intellektual va madaniy salohiyatini yaqqol anglash mumkin. Tarix tilga kirgan, tarixdan saboq olgan joyda albatta bilim va ma'rifat, taraqqiyot va adolat bo'ladi. Hech qachon to'g'ri yo'ldan adashilmaydi. Shu muborak kunda barchamiz Xudoning inoyati bilan mana shunday noyob va muqaddas Usmon Qur'onining ilohiy sharofati bilan yurtimiz doimo tinch osoyishta bo'lsin, hayotimiz qut barakaga to'lsin deb duolar qilamiz.